Yer şarlashish degan nima? Yer şarlashish mahsulotlar, ideyalar, kültürler ve dünya qarashlarining o'zaro ilm berimidan hosil bo'lgan dunyoviy butilish jarayonini ko'rsatadi. Bunday qilib aytganda, yer şarlashish ilg'or uchur aloqa texnologiyasi, zo'r taraqqiyotlar va qatnash vositalarining taraqqiyoti qatorliqlar turkisida e'tiqod sistemlarining, dunyo qarashlarining, kiyim-kechak tarzlarining yoki yemak-ichmak kültürüning o'z fasilidan eshib dunyo miqyosida umumlashishini ko'rsatadi. Iqtisodiy jihatdan yer şarlashish bo'lsa, ishlab chiqarish va iste'molning davlat o'tirishki chegaradan halqib dunyoga tarqalishidir. Mavhumlik, sur'at, malmonchilik, xatar qatorliq to'tiqum keyingi 20 yildan buyon yer şarlash haqida elib berilgan tadqiqotlar va nazariyalarning ramkasini shakllantirmoqda. Zygmunt Bauman va Antoni Giddens yer şarlash haqida sistemlik nazariyani o'tirib qo'ygan jamiyatshunoslar bo'lib hisoblanadi. Yer şarlash hadisining qachon boshlanganligi haqida farqli qarashlar mavjud bo'lib, birinchisiga ko'ra, qadimgi Grek shahar davlatlari bo'lgan polislar mustamlika faoliyatlari bilan yer şarlashning tarixiy asosini shakllantirgan. Yana bir qarashga ko'ra, yer şarlashish sanoat inqilobi bilan birlikda barliq kelgan modernlashish ve kapitalizmning natijasidir. Yer şarlashishni barliq keltirgan omillar tuanlikcha. Ikkinchi dunyo urushidan keyin davlatlar o'rtasida taraqqiy qilgan siyosiy yiqilish natijasida hosil bo'lgan tinchlik suhbati. Yerlik shirkatlarning xalqaro shirkatlar bilan sarmoya va ishlab chiqarish bazalarini chegara olqitib, boshqa mamlakatlarga yo'tkishi. Texnologiyaning taraqqiy qilishiga ergishib, kültürlar o'rtasidagi munosabatning quyuqlashishi. Bularning o'zaro aloqasi natijasida o'yin tomosha va iste'mol kültürüning ortak munbarda birleşişi qatorliqlar. Yer şarlashish iqtisod, siyosat, kültür, falsafa, din va milliy ta'siri bo'lgan uqumdir. Yer şarlashishni texmo tushunishli qilish uchun bunday misol beraylik. Hozir siz ko'rayotgan bir videoni qo'yayotgan uskunaning texnik patenti ya Janubiy Koreya yoki Yevropadagi bir shirkatga tava. Videoni qo'yayotgan bu telefon azon ish haqqi sababidan Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Bu telefon ishlab chiqarilgan Xitoydan siz turayotgan yerga elib kelgan yuk shirkati bo'lsa, Daniyadagi cho'ng bir xalqaro yuk tashish shirkatiga tava. Bu telefonni internetdagi Amazon Tor magazinidan sotib olgan bo'lsangiz, yana siz Amerikadagi bir shirkat bilan savdo qilgan hisoblanasiz. Ma'lumki, Amazonning xo'jayini amerikalik korxonachidir. Kapitalizmning asosiy texnik ko'p foydaga erishishga tayinli. Şuna dünyanın har qaysi joylarda yetarli sarmoyasi bo'lgan har qanday shirkat savdo va mablag' faoliyatlarini dunyodagi boshqa rayonlarga o'tkazishga va sheriklikni kengaytirishga tirishadi. Yer sharash sur'atining tuzilishidagi asosiy omil shirkatlarning kengayish orzusidir. Yer sharashning eng cho'ng ta'sirlaridan biri taom kültürida bayqaymiz. Har qanday bir cho'ng so'zlik markazining taom bo'limida yer sharashining eng ro'shan misollarini uchratamiz. Xalqaro cho'ng shirkatlarning mahsulotlarini bu yerlarda ko'ra olamiz. Hozir bo'lsa Xitoy yurish sababli yer sharalashishining ta'sirini texmo cho'nqur his qilmoqdamiz. Yer sharalashishni haqiqiy kuchga erishdi desak ham bo'ldi. Bo'lib, bu ikkinchi dunyo urushidan keyin qurilgan xalqaro pul fond tashkiloti va Dunyo bankiga o'xshash organlar yer sharalashishining eng asosiy vositalariga aylandi. Xalqaro pul fond tashkiloti iqtisodiy qiyinchilik qolgan davlatlarga bir tarafdan yardım qilayotganda qilsa, yana bir tarafdan xalqaro sarmoyaning yoki kapitalning bir bozorga aylantirib qo'ymoqda. Yer sharlashining ta'siri bilan Hindistonda ishlab chiqarilgan bir mahsulotni dunyoning har qaysi joylarida ko'rib olg'ili bo'ldi. Yer sharlash qarashtiruvchilarning qarashicha, yer sharlashgan savdodan faqat davlat talqagan shirkatlarla foydalanyotdi. Davlat talqagan shirkatlarning vatani umuman sanoatlashgan davlatlardir. Keyingi mezgillarda Amerika, Janubiy Koreya, Yevropadagi ba'zi shirkatlar davlat talqagan dunyoviy shirkatlarga aylandi. Bu shirkatlarning kuchi taraqqiy qilayotgan ba'zi davlatlarning iqtisodiy kuchidan ko'proqdir. Masalan, Olm shirkatining bozor qiymati taxminan $1 trillion atrofida. Yer sharlash munosabatlik mundaq ikki asosli nuqta nazar bor bo'lib, birinchisi yer sharlashining taraqqiy topmagan yoki taraqqiy qilayotgan davlatlar uchun ziyonli bo'lishidir. Yer sharlashga qarshi kuchlarga ko'ra, yer sharlashish hadisining kunimizdagi ahvoli imperializmning variantidir. Yer sharlashish sanoatlashgan va taraqqiy topgan davlatlar uchun foydalidir. Ularning qarashicha o'xshamagan yer sharlash variantlari bo'lsa tamamen bo'ldi. Masalan, dunyo boyligi adil taqsim qilingan va ojizlar qo'llanilgan yer sharlash bo'lsa tamamen bo'ldi. Ya'ni bo'ldi. Yer sharlashni yoqlovchilar bo'lsa, yer sharlash hadisi nurg'un ijobiy o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Yer sharlashish yerlik shirkatlarning mahsulotlarini dunyo bozorida sotish uchun zo'r fursat yaratib berdi. Emgak, xizmat va sarmoyani chegaralardan olqitib,
başqa mamlakatlarga yetdi. Dünya ortaq bazarga aylanib qalmasdan, ortaq kulturni asas qilgan, yer sharlashgan shaharga aylandi. Ortaq kultur dunyo tinchligining asosini shakllantirmoqda. Dangliq jamiyatshunos Zygmunt Bauman yer sharish hodisi to'g'risida to'xtalib mundaq deydi. Bu hodisa, ya'ni yer sharish hodisi ba'zilarga nisbatan xushalliqning manbasi, ba'zilarga nisbatan qayg'uning manbasidir.